Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Live texnologiyalari. Bugun sizlar uchun juda ham bir foydali video. Ya'ni sizlar uchun 3 tasi birda bo'lgan bepul sun'iy intellektni qanday qilib qo'lga kiritishni ko'rsatib beraman. Undan oldin esa like hamda podpis tugmasini bosib ketishni unutmang. Unday bo'lsa biz ketdik. Buning uchun biz Google yoki Safari'ga kirib, mana bu yerdagi Gemini Business deb qidirib olamiz. Mana bu yerdagi birinchi chiqqan saytga kirib, Gemini Business. Mana shuni ichiga kirib olamiz. Va kirib olganimizdan keyin bizdan xuddi shunday, ya'ni biz email adresimizni kiritishimizni so'raydi. Bu yerga o'zimizni email adresimizni kiritib olamiz. Va kiritib olganimizdan so'ng mana bunday continue tugmasini bosamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, bizning akkauntimizga kirib oldi. Va bu sun'iy intellekt ichida, Gemini Business ichida sizlar uchun 3 ta bepul sun'iy intellekt bo'ladi. Ya'ni qanday desangiz, mana bu yerdagi mana bu tugmani bosganimizda biz uchun Nano Banana Pro hamda Veo sun'iy intellektlari biz uchun bepul hamda Gemini Business ham biz uchun bepul xizmat qiladi. Ya'ni bu xizmatlar 1 oy uchun bepul xizmat qiladi. 1 oydan keyin esa sizlar bularda pul to'lab ishlatishingizga to'g'ri keladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like hamda podpis tugmasini bosib ketishni unutmang va texnologiya dunyosida yana nimalarni bilishni xohlasangiz kommentariyada o'z fikringizni yozib keting.